Guys, yaxshi mish-mishlarni eshitdingizlarmi? Eshitmadingizlarmi? Hozir eshitasizlar. Blackpink a'zosi Lisa Rapunzel rolini o'ynashi haqida eshitdingizlarmi? Xullas, Lisa yaqinda juda ham kichkina rolda bo'lgan Lotus Guli degan kinoda kichkina rol o'ynagandi. Ko'pchilik bu rolini unchalik ahamiyatga ega emas deyishsa-da, ko'pchilik aynan kino industriyadagilar buni rolini maqtashibdi. Va hozir xuddi Oppo'g'oy filmini qayta suratga olingani kabi Rapunzel multfilmini ham qaytadan suratga olishadi, xuddi film qilib. Va aynan Rapunzel roliga esa Blackpink a'zosi Lisa ko'rib chiqilayotgan ekan. Ikkinchi Lisa Rapunzel bo'ladi. Rapunzelning oyisi esa hammamiz biladigan jingalaksoch yovuz esa bu Scarlett Johansson. Mana bu aktrisa Marvelda bizni qora beva. Endi bu yerda armiyaga savol. Bu aktrisa kimning eng sevimli aktrisasi? Yozib qo'yinglar. Xullas, Scarlett Johansson aynan onasi bo'lishi aniq. Lisa esa ko'rib chiqilyapti Rapunzel roliga. Xo'p, siz nima deb o'ylaysiz, Rapunzel roliga Lisa qay darajada mos tushadi? Bu videoni barcha blinklarga tarqatinglar, eshitib bir xursand bo'lishsin. Obuna bo'lishni unutmang, bu yer sizga aniq yoqib qoladi. Ko'rganingiz uchun rahmat, hammaga annyeong.